Bitiman. Qani ustoz, marhamat. Rahmat, xalqim ming rahmat. Unim xir-xir etim Ahmad. Çavukınlarga kömülüp ketdim, çünkü men bak tunulup ketdim. Barakallah, barakallah. Neyşpirim, siz neçe işini, neçe işinizden başlap bilgengen? Man anamның qo'shig'idan neychakni tushib kelman. Barakallah. Qarang. Mening kichigimda non deb emas, nay deb tilim chiqib ketgan. Yo, per, tug'ma qobiliyat ekansiz-da. Mening talantim tug'midimmi burun bo'lish kerak. Neyşpirim, siz tug'ilgandan tortib, ta hozirgacha xalqimizga nechilib xizmat qilib kelibsiz. Muzika ilmida ilm tahsil qilibsiz. Anlasam, Avropada 19 yil o'qibsiz, bu rostmi? Shundaq, men Yevropada o'qidim, xalqim uchun o'qidim, ne uchun o'qidim. Men neyni yaxshi ko'raman, xalqim uchun o'laman. Xalqim bilan neyimni ta o'lgich suyman. Barakallah, barakallah, barakallah. Barakallah. Ustoz, siz muzika ilmida doktorlikni tamomlabsiz. Endi sizning yana qanday g'oyalaringiz bor? Shundaq, men xalqim uchun doktorlikni oldim. Endi qattiq tirishib, bakalavrlikni olmoqchiman. Anladinglarmi, aziz tomoshabinlar? Ustozim kamolat yetgan kompozitor ham muzikant bo'lishdan sirt yumorlik gapga shundoq usta ekansiz. Ustoz, siz mushu insoniyatning ma'naviyat uchun muzika ilmini tahsil qilaverib, jafoga chidab, davomli ilgarilaverib, ovozingiz mushundaq g'ishildab ketgan, bu rostmi? Yo'qso. Mening ovozim tug'mi qarqar. Yo'q. Anladinglarmi, aziz qarindoshlar? Ustozimning hamma yeri tug'ma qobiliyatga ega. Xo'sh, sizga baxtiyor bo'lsin. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, endi men sizlarga mahir chalg'uchi, atoqliq chang ustasini tanishtirib o'taman. Qani ustoz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana bu zot ulug' olim, faylasuf. Kuy ustozi buimiz Al-Farabiyning 38-avlodi Al-Zamoniy bo'ladi. Rahmat. Rahmat ustoz. Men naq shu qadiham bo'laman, qadiham. Al-Zamoniy-da. Men shu naq al-zamon tug'ilgan. Men chang shunda ustamanki, chang ustaligimdan changning qanchadan simning borlig'i qarmay jalaman. Durust. Ustoz, na kamtarlik bilan gap qildi. Demisi bu changchag'ani ko'zini qistirib chag'achqa, uning tarixdan nech ekanligi bilan aslo hisoblashib o'tirmadi. Mana bu talant. Xo'sh, ustoz, sizning qanday arzu armonlaringiz bor? Men shu tomoshabinlar menga virtitchi naqla purtisgan deydi. Samimiy gap qil. Ustoz, nima degan rostchil? Nima degan samimiy? Chunki u sizlar tutgan ash pullarni saxovat ishlariga, yetim yesir maktablarga iyon qilmoqchi. Shundaqmi ustoz? Hey, men nima qilaman? Siz shundoq demoqchi. Tomoshabinlar ham men bu nuqtani to'lib yetdik. Shundaqmi ustoz? Shundoq deyman. Menimcha cho'qim shundaqmi deyman. Kutumni desam, Astagfirullah. shunday dedim. Balle, barakallah. Qani, bu saxovatchi ustozga yana bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat, rahmat. Sizlar, bak. Hamma sozning aybini yop degan mashhur hikmatni anglaganmi? Agar anglagan bo'lsanglar, ana shu barliq sozlarning aybini yopadigan dop ustasi, shundaqla sozlarning erkisi ham qo'mondoni bo'lgan, shu xislatlik dopni chelishda nom chiqargan Shohin Shahli sizlarga tanishtirib o'tsam. Qani, ustoz, marhamat. Yaxshimisizlar, xonim qizlar? Mening telefon nomerim 2857 telefon qilinglar bir paytda. To'xtab qolsa telefoninglar echikdim bir hafta. Shohin Shah ustozimiz shu muzika uchun yuragi, bag'ri, kavob bo'lib, dopni qattiq chelivagachga nervisi ajizlab ketgan. Ustozimizning nervisining tezroq asli kelish uchun bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat, rahmat. Aman bo'ling ustoz. Rahmat, rahmat.
Hürmetlik aziz tomoshabinlar, endi huzuringizga xalq kuylari ham xalq naqshlarini taqdim etmoqchimiz. Sizningcha shunday qilsak bo'ladimi, ustoz? Meningcha bo'lsa, mushavarak muqomini chaqan bo'lsa. Mushavarak muqomini endi qachirilmagan tursin. Nimani solasa? Jimbat brava. Nima qo'yishunchilik va? Aziz tomoshabinlar, endi huzuringizda bo'ladigan bu cho'lpon Moskva Uyg'ur usul kafedrasida 11 yil muqomni tadqiq qilgan. O kelgusi Dünya G'azal festivalida oltin medalga erishib, xalqimizga shon sharaf keltirmoqchi bo'lgan mashhur muqom shahzodasi kim edi? Kim edi? Kim edi? Kim edi? Ne bilmayman. Ishqilib birsi bu maqti. Xalqimiz buni mendan burun faraz qilib bo'ldi deyman. Rahmat, rahmat. Qani undaq bo'lsa, huzuringizda muqom shahzodasi. Marhamat. Russians. Rahmat. Xo'sh. Rahmat. Aziz tomoshabin. Nomus. Xalqni mushundoq aldashdan nomus qilmaysizlar. Bu gul bizning san'atkorlarga bo'lgan ko'nglimizdi. Haqiqiy san'atkorlarga gul sovg'a qilish kerakdi. Sizlar san'at sepiga so'qilib kirib olgan aldamchilar ekansizlar. Voy bundoq aldamchilik qilgandan o'zinglar loyiq ishlarni qilsanglarmamdi. Men bu gullarni bugun sizlar oldigan san'at suyar xalqimga tutdim. Ma'qulimni bilanlab o'riqlab turan bo'ldik-da. Ovozimni ichvetgidekli to'g'ri gap qildingizmi? Güldümmi, puldummi mo'yin gap qildi. Tasdiq qilibdi, telefon nomerimni yozib latlashqina. Chiqmayman, chiqab cho'lpon bo'lsa deb, obdan cho'lpon bo'ldim. Bo'ldiqlar. Hurmatli aziz tomoshabinlar. Men do'stlarim vakolatan sizlardan kechirim so'rayman. Biz shundoq va'da beramizki, buningdan keyin san'at sohasini qalaymaqon qilmaymiz. Har qaysi kasbni shu kasb ahllarining qilish kerakligini cho'nqur tunib yetdik. Qushqash bo'lsa-mu, qassob so'ysin. Oltinni zaga so'ksin. Anının koyunu bir payan deyiz.